Xitoy Hollywoodni kontrol qilib oldimi? Kapitalistlar bizga biz ularni darg'a esishda ishlatadigan arg'amchini setib berdi. Lenin. Men ekranda qo'yilayotgan hujjatlik filmni ko'rib bo'lolmay turibla, uningdagi mundaq ziddiyatlik tahdidni tushunib yetdim. Xitoy erkin bozordan foydalanib, erkin bozorni halok qilmoqda. Kino studiyalarini o'z ichiga olgan Amerika shirkatlari g'oyat zo'r Xitoy bozoriga kirishni o'ylamdi. Undaqda ular cho'qim Xitoy kompartiyasining ko'rsatmasi bo'yicha ish qilish kerak. Bo'lmasa, mahsulotlar 1 milliard bo'lg'usi iste'molchidan ayrilib qoladi. Payda kemiyib ketadi. Paychiqlarning xuyi tutadi. Pay qiymati tuvanlaydi. Studiya boshliqlari ishdan bo'shatiladi. Beshangni yeydigan. Hatto ma'lum bir yakka mahsulot Xitoy kompartiyasini ranjitib qo'ygan taqdirda butun studiya tang jazolanishi mumkin. Qizil Bulung, Kundun va Tibetdagi 7 yil qatorliq kinolar Xitoy kompartiyasini shu qadar xo'ylantirgan ediki, mushu filmlarni bozorga solgan studiyalarning boshqa filmlarning Xitoy bozoriga kirishiga xili chog'largacha ruxsat qilinmagan edi. Bu xil zanjirsimon jazolash taktikasining ta'siri tadrijiy holda yuqoridan tuvanga qarab kengaydi. Artistlar o'zlari eng yaxshi qila oladigan ishini qilishga boshladi. Ya'ni hech qanday chatoq chiqmagandek yurayverdi. Ssenaristlar hatto Xitoyni Xitoy kompartiyasini demayli qo'yayli, tanqidlaydigan ssenariyalarni yozishga erinadigan bo'lib ketishdi. Texniklar raqamlik texnikadan foydalanib Xitoy kompartiyasi yoki Amerikalik xo'jayinlari Xitoydagi tekshiruvchilarning qo'yi tutishidan ansirab, ulardan o'zgartishni talab qilgan rasmlarni o'zgartmoqda. Men ko'rgan bu hujjatlik filmning asosliq mazmuni shuki, filmlar Amerikaliklarning turmushini va ko'z qarashini shakllantirdi. Agar bu filmlarda uzluksiz holda Xitoy kompartiyasi yoqtiradigan dunyo qarash tasvirlansa, undaqda bu filmlar Amerikani kuchlik va erkin qilgan omillarga uzluksiz buzg'unchilik qilgan bo'ladi. Xabar haftaligi to'rining maqolasida masalaning kinochilikdan halqib ketganligi ta'kidlangan. Xitoy YouTube qatorliq boshqa sohalardagi erkinlik, bozor va fikrga bazdirgich ta'sir ko'rsatmoqda. Bu gibi bo'lingan hujjatlik filmni bayon qiluvchining Xitoy kompartiyasi qarshi YouTube kanalini iqtisodiy qimmat yaratish iqtidoridan mahrum qildi. Mir mundaq deydi. Shundaq bir tarix borki, siz qachoniki Xitoy kompartiyasini tanqidlaydigan gapni qilsangiz, u mazmunlar har xil supalardan yo'qoladi. YouTube mazkur kanalni o'zining hamkorlik programmasidan chiqarib etganligini dalilladi. Bu shuningdan darak beradiki, bu kanalning YouTube'ga mazmun yuklashiga ruxsat qilindi-yu, ammo pul tepishiga bo'lmaydi. Ammo YouTube buning sababini oshkorlashni rad qildi. Xabar haftaligi to'rining maqolasida mundaq deyildi. Hollywood Xitoy kompartiyasining tekshirishiga qarshi turishga boshladi hamda ba'zida muvaffaqiyatni qozondi. Ammo nima ishlarning yuz berayotganligini hammamiz bilamiz. Xitoy o'zining Amerikaning ko'ngil ichish sohasi qartilgan yoshirun tekshirishining oxirlashganligini biladi. Shunga amdilikda ular cho'qim suhbat asosida tekshirish ilib berish kerak. Ammo u yanala tekshirish. Biz nima qila olamiz? Biz bu studiyalarni cheklashimiz, ularni taqab, ularga Xitoyga ko'chib ketinglar deyishimiz kerak. Bu so'z erkinligiga xilofmi? Shundaq. Ammo Justice Jacksonning Terminalo delosining qaroriga e'tirozda aytganidek, huquqlar qonun loyihasi o'lilish kelishimi emas. Biz mayli kommunistlar, fashistlar yoki boshqa asliyatchilar bo'lsin, ularning bizning erkinligimizdan foydalanib, o'z erkinligimizni bo'g'ishiga yo'l qo'ya olmaymiz. Albatta, masala shuki, biz bundaq cheklimini yo'lga qo'yish uchun federativ hukumatga muhtoj. Bugungi kunda federativ hukumat amaliy jazo qo'llanmay, quruq e'tiroz bildiradigan sapsatchilikda marksizmga yetishib olayli deb qoldi. Men hatto o'ttirg'i chiqish oldida turayotgan nisbatan yumshoq TikTok tadbirlariga ishonmayman. Undaqda biz nima qilishimiz kerak? Bu savolga javob bera olmaslikdan qo'rqaman. Ammo men Albert Jinokning tavsiyasini qabul qilib, hayotimdagi to'g'ri ishlarni qilishga ko'ngil bo'laman. Tangriga ma'lumki, bundaq qilish tez. Ammo men yanada urinib boqaman. Agar men Xitoyning tekshirish ilib berayotganligini yoki Amerika shirkatlarining Xitoy kompartiyasiga kuchlanayotganligini anglasam, pulimni ularga xarjlamaslikka tirishaman. Mencha bu Xitoy shirkatlarini va Xitoy mahsulotlarini boykot qilish hammamiz qila oladigan ishdir.